Assalomu alaykum guruhdoshlarimiz. Bizga xikol quyon keldi. Qaranglar, bu rosa ham katta ekan. Men anchadan beri katta quyon boqmagandim. Fransuzga baram boqqanman, lekin u ham vash katta bo'lardi. Xikol quyon quloqlarini qaranglar, quloqlarini ukol qilib bering deyishdi. Juda ham katta quyon ekan. Hozir quloqlarini tekshirib ko'rdim. Kleshi yo'q ekan. Shunda ham Ivermectin tortdim. 0,3 sog'lom bo'lganligi uchun qilib qo'yibamiz. Bularga nimaga qilinadi? Bulardachi tez quloqga klish tushar ekanda. O'shaning uchun 0,3 qilib, mana ukol qilmaganlar, mana mametidan yelkasini shunda tortasizlar. Bismillah. Mana bo'ldi. Mana shu yelkasiga nina kirsa bo'ldi. Nina kirsa bo'ldi. Qolgani shart emas. Terisini go'shiga qilarmasa bo'ldi. Mana sog'lom quyon ekan, lekin to'g'risini aytaman, men qaranglar yeganligini. Endi ishlaydigan quyon ekan. Sinimga oldik bugun borib. Instagramga chiqarganman, YouTube'ga ham chiqarganmiz. O'lapadan borib oldik mana bugun. Xudo xolisa sinimga zo'r zot qilib beradi. 4 oylik quyon ekan, lekin veslari katta ekan. Qo'llarim ham og'rib ketdi lekin. Sinim ham xikol boqyapti, qiziqishga deb. Bu yo'nalishi ham zo'r ekan.